800 ozgina tushib beramiz. Yo gaz tushmaganmi? Hali galib bo'yda dokument bo'ladi. Ko'rsatib 1.6 ekan bu. Nexia bir ishqibozlariga. Assalomu alaykum, hurmatli avtomarket kuzatuvchilari. Bugun mana sizlarga Qo'qon mashina bozorida sizlarga Nexialar obzor qilyapmiz. Arzon, sifatli, cho'tki yuradigan mashinalarni mana sizlarga birma-bir bozor qilishni boshlaymiz. Mana bitta Nexia topib qo'yganmiz. Buni yili necha aka? 2009 aka. 2009 ekan. Yurgani qancha buni aka? 351 ming bo'ldi. 151 ming yurgan ekan. Balonlari ham yaxshi ekan, ha? Kraskasi qanaqa buni aka? Kraskasi 25-30% chiqadi. 30% chiqar ekan. Metan Oldlarga pechat. ha, oldinlari salonlari Salonlari yaxshi. absolutni cho'tki hamyoqlari yaxshi ekan. Ichkarilarni Motor yangi bo'lgan. motor yangi bo'lgan. Muz korobka nimalarda muammolari yo'q, ha? Yo'q. Chiqim-chiqimlari yo'q. Motorlarni ko'rsatib 1.6 ekan bu. 1.6 motor, konditsioner yo'q ekan, ha? Konditsioner ekan. Raso gidrolik. Buni prosto gidrolik ekan. Buni narxi qancha deyapsiz aka? 3,5 ming kam bor yaxshi. 3,5 ming kami bor. Qancha tushib beriladi? Kam bor. Telefon raqamlarini aytib yuboring. 91lik 677 44 96. Bemalol shu raqamlarga telefon qilib So'ra. olanaverasizlar. Go. Legenda ishqibozlarga yana bitta Nexia topib qo'ydik. Mana yili 2015 ekan. Konditsioner. Changi bilan turibdi. Changlari ham atilmagan ekan. Konditsionerlari bor ekan aka. Lux konditsioner. Konditsioner ekan. Kraskalar qanaqa aka? Kraskasi toza. Kraska toza. Yurgani 49 ming. Hech qancha yurmagan ekan. Nari bera? Metallar qo'yilganmi aka? Yo gaz tushmaganmi? Hali gaz tushmagan ekan. Voqalari ham tiniq turibdi. Balonlari ham zo'r. Salon hali beri salafanda turibdi ekan, ha buni. Salafonlari bilan. Salafonlar bilan. O'rab qo'yilgancha qayta minilmagan ekan ichlar bo'yicha. Buni narxi qancha aka buni? 7200 so'rayapmiz aka. Tushib beriladi. Ozgina tushib beramiz. Avtomarketdan chiqdi deganlarga Xudo xolasa. narxini kelishtirib beraverasiz. Xudo xolasa. Telefon raqamini yana bitta qaytarib o'tamiz. Bu ikkinchi mashinalar ekan. 90lik. 90lik 509 509 2277. 2277 bemalol aloqaga chiqib aka bilan bog'lanasizlar. Go. Legenda ishqibozlarga mana yana legenda Nexia topib qo'ydik. Qiziqqanlar bo'lsa aka buni yili nechi? Buni yili nechi? 14. 14 ekan. Yurganicha aka 213 ming. 213 ming yurgan ekan. Kraskalar qanaqa aka buni? Oldi kapot, orqa ichi, orqa qanotda bor. Tek qolgan yoqlar toza. Toza. Salonlari ham yaxshi ekan. Ichkari salonlari ham chexol polik, kovrik hamma yo'g'i bor ekan, ha? Buni narxini qancha deyapsiz aka? To'ri ham so'rayapmiz. Kami bor, ha? Kami bor. Motorlarda ham rasxodlari yo'q ekan buni. Motor, hadovoy, korobka zo'r. Hamma yo'qlari zo'r ekan. 4,5 so'rayapsiz aka buni. 4,5 so'rayapmiz. Kami bor. Kelishtirib beriladi. Kelishtirib beramiz. Telefon raqamlaringizni aytib yuboring aka. 91lik 221 00. Bo'ldi, sog' bo'lasizlar. Bemalol shu raqamga telefon qilib olanaverasiz. Go. Hurmatli obunachilar, mana Nexia bir ishqibozlariga injiq Nexia bir topib qo'ydik. Buni yili necha aka? 2007. 2007 ga. Kraskalar qanaqa buni aka? Kraskalar yetbetlarda bor. Butun mashina. Lux konditsioner. Motorlari 150 ming yurgan. Motor cho'tki, hada katta bo'lgan yangi. bitta bolalar yaxshi, ichkari salonlari ham tiniq ekan, ha? Narxini qancha deyapsiz aka buni? 3300 dan tushib beraman. Xayri bor-a buni? Ha, keyin beraman. Endi hamma dokument bo'laveradi. Ha, Metallar sonakka qilingan. Hamyoqlari zo'r. Telefon raqamlaringizni aytib yuborasiz. xo'sh, necha degan o'zi? Aytavering, faqat oladigan raqamingizni ayting-da. O'chig'ini emas. Telefon chatimda. Aytavering. Shuni desang ekan. 99 da. 99lik 230 230 217. 217 ga bemalol aloqaga chiqib aka bilan ketgan. Sog' bo'ling. Nexia 2 so'raganlarga yana mana bitta Nexia 2 topib qo'ydik. Stangnoy svetda. Buni yili nechi tog'a buni? 2009. 2009. Kraskalari-chi? Kraskasi bir 30-40% bor. Oldi orqa pechatami? O'rningizga motorlari, Motorlar son stram bor. stram bor ekan. Konditsionerlari bor ekan, buni. Ha, konditsioner ham bor. Ichkari salonlari ham hamma yo'g'i cho'tki qilib qo'yilgan ekan. Metallar sanobga bo'lgan-a, to'g'ri? Ha, metani bor. Balonlar ham yaxshi ekan holati.
Bu narxini qancha deyapsiz endi? 3800 ozgina tushib beramiz. Xayri bor a buni. Ha. Motorlari ham ko'ringlar, tiniq ekan. Motorlar tiniq. Dokumentlar hammasi bo'laveradi. Bo'laveradi, gina. Hammasi beriladi. Ha, bo'ldi. Telefon raqamingizni aytaverasiz. 90lik 90lik 300 385 85 83. 83. Bemalol shu telefon raqamlariga bog'lanib baraka qilaverasizlar. Yo'q. Bu yerda jinnilarga ko'rsatib yuborasizlar. Yapta Nexia uchrab qoldi. Bu Stanoy Sveta bu tog'a buni. Nastan. Yili nechi buni? 2006. 2006 ekan. Yurgani qancha buni? Yurgan 325 ming. 325 ming. Bu ham Sonsmi? Sonshek ekan. Kanserlari bor ekan. Balonlari ham yaxshi ekan. Holatlari zo'r ekan. Salonlarni ham ko'rsating, salonni. Salonlari ham idealniy bo'lib turibdi ekan. Hamma yo'g'i cho'tki ekan. Bu kraskasi qancha deysiz? Kraskasi bor buniki. Bir 40-50 foiz. 40-50 foizcha. Oldin Oldin orqadan lekin urilmagan, boshqa bo'lmagan. Telefon raqamini aytib yuboring. 90lik 300 85 83. 85 83. Necha pul dedingiz buni tog'a? Buni 37 dan ozgina tushib beramiz. 3700 dan tushib beriladigan joyi bor. Bemalol shu raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Go. Legend ishqibozlarga yana bitta olibdi. Injig'idan, ha? Topib qo'ydi. Buni yili necha aka? 2016 yil. 2016. Kraskalar qanaqa aka? Kraskasi chap tomon orqa qanotning betida va bu yerda bir qarshi betni ochasiz. Ha, bizim bak nimasini o'rnida, jicha. Yonida Deb bor. ko'rsatib, mana shu yerda jichagina betni ochasi bor ekan. Bizda gaz, metan, propan. Metani bor. Uстановka qilingan. Baloni zo'r. To'rtta balonlar yangi ekan. Sons gibrid, lux kansaner. Salonlari ham ha, absolutni chotki ekan. Olib taqilib qaralgan ekan aka bu. Bu dokument qanaqa bu? Nomingizmi yo gen-pen berilaveradi? Ekrani beriladi. Dokument behijolat. Yurgani qancha buni aka? Yurgani ko'proq 346 ming mashinani Lekin uncha yurganga o'xshamaydi. Fasaddan qaraganingizda. sostansi zo'r aka. Motorlarni ham ko'ring, olibda turibdi ekan, hamma kondisionerlari bor ekan, hamma yo'llar. Lux kansaner. Narxi qancha endi aka buni? Narxini 6 mingdan tushib beramiz aka. Xayri bor. O'tib beramiz, xudo xolasa. Telefon raqamingizni aytib boring. 91lik 91lik 153 153 49 49. 49. Bemalol telefon qilib Mashakaga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Sog' bo'linglar. Legenda ishqibozlarga yana bitta Nexia topib qo'ydik. Mana yil 2015 ekan. Kondisioner. Changi bilan turibdi. Changlari ham atilmagan ekan. Kondisionerlari bor ekan aka. Lux kansaner. Kondisioner ekan. Kraskalar qanaqa aka? Kraskasi toza. Kraska toza. Yurgani 49 ming. Hech qancha yurmagan ekan. Nada bera? Metallar qo'yilganmi aka? Yo'q, gaz tushmagan bunga. Hali gaz tushmagan ekan. Voqalari ham tiniq turibdi. Balonlari ham zo'r. Salon hali beri salafanda turibdi ekan, ha buni. Salafonlari bilan. Salafonlar bilan. O'rab qo'yilgancha qayta minilmagan ekan, aytishlari bo'yicha. Buni narxi qancha aka buni? 7200 so'rayapmiz aka. Tushib beriladi. Ozgina tushib beramiz. Avtomarketdan chiqdi deganlarga Xudo xolasa. narxini kelishtirib beraverasiz. Xudo xolasa. Telefon raqamini yana bitta qaytarib o'tamiz. Bu ikkinchi mashinalari ekan. 90lik 90lik 509 509 2277. 2277 bemalol aloqaga chiqib aka bilan baraka qilaverasizlar. Go. Ishqibozlarga mana Legenda Nexia 2 topib qo'ydik. Ko'ringlar mana Stanoy Svetda. Yili necha aka buni? 10 ekan aka. 2010. Yurgani 328 ming. 128 motorlari ham mana. Motor hadovoy korobkasi yo'q, yengil cho'mkalari bo'lgan aka. Hamma yo'llar yaxshi. Bankdan tashqarilib bo'y dokument bo'ladi. Kraskasi qanaqa buni aka? Abag'larda bor, ko'rib olishaveradi. Mana o'zlari ko'rsatib olaveradi. Benzinlar Shularni o'tib gaz beriladi. stanovka bo'lgan-a bunga? Gaz hamma narsalari bor, benzinga ham yuradi. Dokumentlarda muammo Yo'q. Bankdan tashqarilib bo'y bo'ladi. Bo'laveradi, hamma yo'q bo'laveradi. Ha, оформление оформление, gen desa gen aka. Salonlarni ham ko'rsatib qo'ying. Salonlar ham mehr berilgan ekan ichlariga. Ichlari yaxshi aka. Balonlari ham yaxshi ekan mana. Zapaskalari ham yangi aka. Bu narxini qancha deyapsiz aka? 3,5 dan o'tib beriladi. 3,5 dan o'tib berilar ekan. Telefon raqamini aytib yuborasiz aka? 99 lik aka. 794 44 52. Bemalol shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar, aka bilan barakani qilaverasizlar. Go.